Hammaga salom, kanalimga xush kelibsizlar. Shtukaturkasini tugatdik, kvartirani. Endi faqat atkozlari qoldi. Shunaqa qilib rus panel qo'yib chiqdik. Chunki qalin edi mana bu nimasi. Bu nimalar ham 90 bo'ladi. Bu yerga uголок qo'yilgan. Lazerga to'g'rilab shunaqa qilib uголок qo'yib chiqilgan. Endi bitta bu yerni shtukaturka qilishimiz kerak. Mana bunaqa rus panel qo'yiladi. 2 sm qalinlikda. Mana bunaqa o'zini shtukaturkadan keyin mana bunaqa uголок qo'yiladi. Bu shtukaturka, bu bizning stansiya. Kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha